Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar. Gollandiya şoförlük pravisi nazariya darsimizga xoş geldingizlar. Bugün 8-ci dərs, yəni yol beriş qatnaş taxtaları bilan biraqur tanışıb çıxmamız, yəni Forrangsporden. Aldıdan bu dərsni sözləşdim burun. Şu dərsdə köp uçuraydigan gollandca atalğılarını qısqaça tushundirib o'tishni loyiq ko'rdim. Yəni birinci atalğı Forrang. Yani Forrang degandan keyin bu gollandca ma'nosi biror ish harakatni oldin qilish huquqiga ega bo'lish degan ma'noda. Endi bizning bugungi bu qatnash nazariyasi darsimizda, yana qanday ish harakat degan vaqtda shu mashinani oldin haydash huquqiga ega bo'lish demakchi. Andan bu Forrang bilan birga keladigan bir qancha ahvollarga asosan uning ma'nosida yana ozroq o'zgarish bo'ldi. Yani bu imtihan so'rovlarda ko'p uchraydigan shakllari Forrang haben. Yani oldin qilish huquqiga ega bo'lish, demak jo'g'ini mashinani oldida haydab minish huquqiga ega bo'lish, oldida minishga ruxsat qilish degan ma'noda. Forrang kriegen bu o'xshash ham Forrang haben, Forrang kriegen ikkisining ma'nosi o'xshash. Yani oldida minish huquqiga ega bo'lish demakchi. Andan Forrang geven bilan Forrang verlenen. Yani bu ikisining ma'nosi o'xshash. Yani Forrang geven oldida qilish huquqini berish, qarshi tarafga berish, oldida qilishni o'tkazib berish deb, demak jo'g'ini yo'l berishni ko'rsatmoqchi. Forrang verlenen deganmi yo'l berish deganni bildirdi. Endi darsimizni boshlaylik. Biz bugun mushu rasmdagi qatnash taxtalarining belgisini o'rganib o'tamiz. Ya'ni Forrangsporden deganda asosiy mush taxtalarni o'z ichiga oldi. Qani bularni bir-birlab birinchisi, ya'ni sizlar mush rasmda ko'rgan mush belga, ya'ni g'ich shakllik belga. Bu belga odatda sizlar mana rasmda ko'rgandek yo'llarda, mush yo'lning yan taraflarida bo'ladi. Yani mush belgi bar yo'l Forrangsweg. Yani agar biz mush taxtini ko'rsak, mush yo'lda demak men hozir oldin minishga bo'ladigan yo'lda minibdiman deb, yani oldin minishga bo'lish demak jo'g'ini, yani men yan tarafdan agarda mush yo'lda ko'pinchalarda bu belgi bar yo'llarda odatda o'ng tarafdan, so'l tarafdan keladigan yan yo'llar chiq bo'ldi, yan ko'chalar chiq bo'ldi. Lekin shu yan ko'chalardan kelgan har qanday qatnash vositasi bizga yo'l beradi demakchi. Yani biz mush yo'lda mang'anligimiz uchun bizning yan tarafdan kelgan qatnash vositalariga yo'l berishimizning hojati yo'q deganni bildirdi. Ondan bu belginingki oxirlashganligini bildirgan belge, yani shu boshda ibn rasmdagi belgiga o'xshash, lekin ustida 3 ta qora chiziq bor. Bu deganlik, endi sizning oldin minish huquqingiz oxirlashdi demakchi. Yani bu belgidan keyin agar yon yo'ldan kelgan qatnashlar, yana hammasining bizga yo'l berishni tayin, shunga alohida diqqat qilib o'ng tarafdan, so'l tarafdan qatnash kelyapti. Bizning oldin minish haqqimiz bormi, ularning oldin minish haqqi bormi? Yani diqqat qilib haydashimiz kerakligini bildirdi. Endi ma belge 3 bulunning ichidagi o'ng tarafdan, so'l tarafdan ikki istiralkini ko'rsatib qo'ygan. Bu belge odatda kesishma yo'l eg'izlarida bo'ladi. Bu kesishma yo'l eg'izlaridagi yo'l berish taxtasi. Bu belge yani yon tarafdan kelgan qatnash vositalarininki bizga yo'l berish kerakligini bildirdi. Masalan, so'l tarafga rasm qarasanglar, oq mashina bar yo'lda belgi bor. Demak, mendagi qora mashina bilan qizil mashina oq mashinaga yo'l berdi. Oq mashinaning boshda minish haqqi bor deganni bildirdi-chi. Buning yana bir xil misoli, buni masalan ma rasmdami, menda bir yan yo'l bor ekan, lekin yan yo'ldan kelgan qatnash bizga yo'l beradi ekan. Shuni bildirmoqchi. Endi yana bir belge Forrangskreuzing, yani 3 bulun shakllik 3 bulunning uchi bizga qaratilgan. Bu bir xil yo'l berish taxtasi.
Muş üç bulunun uçu kimge qaratilgan bolsa, şu yol biridu deganni bildirdi. Mesela, ma resim qarasanglar, ma ders mashinasida hozir ma taxtı var. Muş üç bulunun uçu mashina qaratilgan. Demek, mesela, ma yolda agar ma moto bo'lmagan ahvol ostida, ya'ni bu hozir bu mashina bilan motoning kim boshda mangdi, shuning qarab hozir u darsga tiqganmidik, keyin qitimliq darsni so'zlaymiz. Mesela, ma yo'lda hozir ma moto bo'lmagan bo'lsa, ma mashina 3 bulunning uchi mashina qarag'anlik uchun mashina yo'l beradi deganni bildirdi. Mesela, o'ng tarafdagi rasm amaliy yo'ldan tortilgan rasm. Qarasanglar, hozir o'ng tarafda bir yon yo'l bor ekan. Agarda o'ng tarafdan bir qatnash kelgan bo'lsa, 3 bulunning uchi bizga qaraganlik uchun, agar biz ma yo'lda haydab ketib borgan bo'lsak, u vaqtda biz o'ng tarafdan kelgan qatnashga yoki so'l tarafdan kelgan qatnashga yo'l beramiz deganni bildirdi. Endi stop board, ya'ni bu to'xtash belgisi, ya'ni bu belge sizlar rasmda ko'rgandek, o'sha ustida stop degan xat bor. Bu belge birinci çoxum to'xtash kerakligini bildirdi. Ikkinchidan, yon tarafdan kelgan qatnash vositalariga yo'l berishimiz kerakligini bildirdi. Ya'ni bu belgini ko'rganda çoxum to'xtab, o'ng so'l tarafga qarab o'tib, agar qatnash vositalari kelgan bo'lsa, yo'l berib o'tib, agar hech qanday qatnash vositalari bo'lmasa, bexatar bo'lsa, andin mangsak bo'ldi. Normalda amaliyot imtihonlarida mushta yo'llarga çoxum kirgizuvchi bir ko'p uchraydigan xatolik, yanımda qaraplam qatnash vositasi o'ng tarafdan so'l tarafdan mashina olmay qolib qolsa, mashina to'xtatmay agar haydab ketib qolib qolsaqmi, o chog'da rasmiy amaliyot imtihonida bir ig'ir xatolik o'tkazgan bo'lamiz. Shu bir sababdan o'tkazmasligi mumkin. Ya'ni o'ng tarafdan so'l tarafdan mashina kelsin, kelmasin, mushtaqni ko'rgandan keyin cho'qim mashinani to'xtatib, birinchi xotga silib, ondan qarvatgandan keyin ondan haydashimiz kerak. Ya'ni stop to'xtash belgisi. Endi hayintandan lahang tishi belgisi. Ya'ni bu belge mushta yo'lning ustida bo'ldi. Odatda rotondada, kesishim yo'l eg'izlarida bu belge bekcha uchraydi. Ya'ni bu belgening uchi kimga qaragan bo'lsa, shu yo'l beradi deganni bildirdi. Mesela, ma rasmga qarasanglar, bir aylanım yo'lda mashina ketib boradi. Ma ko'k mashinada ma belgim bor ekan, qatnash taxtasi yo'lning o'ng tarafida ham lahang tishi belgisi yo'lning ustidan bor ekan. Demak, ma mashina ma o'ng tarafdan so'l tarafdan kelgan mashinalarga yo'l berish kerak degan. Shu mesela oldidan ma aylanmaning ichidagi mashina mangdi. Bu mengib bo'lgandan keyin ondan ma ko'k mashina kirib haydasa bo'ladi demoqchi. Ya'ni shu lahang tishining belgisi kimga qaratilgan bo'lsa, shu yo'l beradi deganni bildirdi. Asosliq yo'l berish taxtalari mushu. Ba'zida bu yo'l berish taxtalari bunda shaklda uchrab qoldi. Masalan, biz ma belgini boya o'rgandik. Bu belgiden mush 3 bulunning uchi kimga qaratilgan bo'lsa, shu yo'l beradi. Lekin ba'zi ahvollarda tegida yana stop 150 metr. Yani bu yer demek çoğunu 150 metreden keyin şu belgege uçuraysiz, to'xtang deganni bildirdi. Yani ba'zida bu belge muşta 150 metr, 200 metr deb sal bururoq eskertib beradi. Yani alayda diqqat qilish tegishli ahvollarda. Shun buni qisqacha o'tdik. Masalan, ma rasm qarasanglarmi, yani ma belge Vorrangsweg, yani Vorrangsweg ahirlashdi deganni bildiradi. Yani sizning oldin minish yo'lingiz ahirlashdi deb. Endi ma tegida 250 metr deb yozib qo'ygan. Yani 250 metrdan keyin Vorrangsweg ahirlashdi, diqqat qiling deb alayda eskartib berib qo'ygan. Ba'zi ahvollarda mushtamu edi. Ondan yana yo'l berish tegishlik belgilar. Mesela ma belge bu odatda kichik yo'llarda uchraydi. Yani bu yo'l kichik. Yani qarshi mesela ma rasmda qarshi tarafdan kelgan mashina qora rangda, lekin biz mangmoqchi bo'lgan yo'linish qizil rangga chiqqan. Shu yo'linishning belgisiga asosan
kimning boshdan mingish yoki boshdan mangmasligini belgilaymiz. Masalan, ma rasmning o'zida qarshi tarafdan kelgan mashina oldin mangdi, lekin qizil istirelkaning yo'linishiga qarab mangan mashina bo'lsa, qarshi tarafdan kelganga yo'l beradi deganni bildirmoqchi. O'sha istirelkaning rangi, yo'linishi qarab kimning boshdan mingish mangmasligini belgilaydi. Yana bir xil ahvol bunday ahvollardan keldi. Bu ham kichik yo'llarda uchraydi. Masalan, mana oq istirelkaning yo'linishiga qarab mangan mashina boshda mangsa bo'ladi, lekin qizil istirelkaning yo'linishiga qarab, ya'ni qarshi tarafdan kelgan mashina yo'l berish kerak deganni bildiradi. Yani bu işte kichik yo'llarda yoki yo'llarda biroq qurilish biroq qilayotgan bo'lib qolsa, ikki mashina tang mangolmaydigan ahvol ostida mushta belgilar bo'ldi. Yani bugungi darsimiz shu yo'l berish taxtasi to'g'risida qitimliq darsimizda inshaalloh shunga doir amaliy imtihon savollari bilan tanishib o'tamiz. Bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Aman bo'lg'aysizlar, keyin qitimliq dars ko'rishaylik.